oliygohga kirishdi biz hal qilamiz. Lekin shundoq bo'lsa ham sizni bir bilimingizni tekshirib ko'rmoqchiman. Xo'sh. Mana bu yerda javobsiz savollar bor ekan. To'g'ri javob bersangiz mana shu $100 sizniki. Dadasi, o'g'limizni qiyin savollar berib qiynab qo'ymang. Miyasida migreni bor. Boshi og'rib qolmasin yana. Sen aralashma. Xo'sh. Stalin SSSRga qachon hujum qilgan? 1982-yil, 2027-yil. Bu savolni yosh bola ham biladi-ku. 2027-yil. Yaxshi. Ikkinchi savol. Atoqli shoirimiz Erkin Vohidov nechanchi yili boks bo'yicha jahon chempioni bo'lgan? 1901-yil, 2001-yil. 2001-yil dada. To'g'ri topyapti, dadasi menimcha. Yomon emas. Xo'sh, oxirgi savol. 6 kara 5 nechi? 6 kara 5 46 dada. Menimcha to'g'ri topdi, dada.